Endi qarang, Gravatex sapilgani necha so'm bo'ladi? Sapilgan ham shu 900 dan. 900 dan. Gravatex'ini bonus atib qo'yibmiz. Bonus, ha? Avvalgi safar qimmat edi, Gravatex sapilgani. Bu safarini Gravatex sapilgan ham, ya'ni kamida 20 yil turadi axir bu, xudo xolasa. Xudo xolasa. 20 yil. Undan ziyod ham turadi, kami bilan aytilib turibdi. Kraskani eng sifatlisi sapilgan, Senta kraska, Dago kraskada sifatli bo'ladi, ham qimmat bo'ladi. Shumki urilgan variantlarini necha so'mdan bo'ladi? Shumki urilgan variantlari 950 dan. 950 ming so'mdan. 950 ko'p qo'yibmiz. Bu endi 50 ming so'm kvadratini minadi. O'shin desa, undan ustakkina menat haqqi emas, shumkani fulmen tutdi o'rtoqlar. O'shin bu ob'yemi oz, shumka qog'oz yetmaydi. Bir sloy shumkasi ham urilgan. Buni ochib ko'rsating hali. Arkasi alikofon. Arkasi alikofon. Assalomu alaykum aziz obunachilar, sizlar bilan O'zlider TV kanali. Bugun sizlarga Xivodagi damir eshikchi ustalarni ishlarini ko'rsatib o'tib ketamiz. Eng sifatli, yuqori kачестводagi va 100% garantiyali shumka qilingan, zanglamasligicha garantiyali darvoza va eshiklarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Xudo xolasa sizlar uchun albatta manfaatli bo'ladi. Agarda siz ham uylaringizda damir eshik yoki darvozalarni ustanovka ettirajak bo'lsangiz, aynan bu videorolikimiz sizlar uchun manfaatli bo'ladi. Arzimas mehnatlarimiz uchun video birdan like bosib qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Like bosish mutlaqo tekin. Sizlar uchun harakatdamiz. Demak, videoni boshladik. Manzilimiz Xivogovikda. Video davomida ustakani telefon nomerlari bo'ladi. Assalomu alaykum, ustaka yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Harmon ishlar bilan jonlimisiz? Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Xudo xolasa xalqimizga nechik narsalarni tavsiya etasiz? Nechik narsalarni ko'rsatamiz bugun? Sifatli narsalarni, garantiyali narsalarni ko'rsatamiz. Aha. Bemalol qo'rqmang, zakaz etaveradilar axir. Zanglamasligicha garantiya xudo xolasa. Garantiya, xudo xolasa. Narx-navolari, kvadratlari bilan birga ko'rsatib o'tib ketamiz. Zanglamaslik uchun addenli Gravatex saplamadi bular. Gravatex sapilgan, ya'ni mashin kraskasi bu o'rtoqlar. Mashin kraskani tendan sapiladigan narsalari sapilib, xudo xolasa sizlarga umrlik xizmat etib beradigan eshiklar o'rtoqlar. Har xil fasonda, har xil modada, dizaynda bor. Birinchidan narx-navolarning kvadratlarini tanishtirib beramiz o'rtoqlar. Asa boshdan boshlaymiz. Bu endi yakka eshiklar, yarmarkapi eshiklar endi. O'ylaringizda darvoza yoki eshik o'ttirajak bo'lsangiz, ustan nomerlari yozilib turibdi, kataloglarni ham tashab beradilar xudo xolasa. Xohlagan dizaynida ishlab beriladi. Nasib etsa. Bu endi necha so'mdan bu kvadrati, nechalik listdan, nechalik profildan uzatilgan? Profil 1.7, 6x4. Aha. Qalinligi. Lisi 1.2. Eng qalin eng 1.2 eng qalin. Yo'q. Ha. Bu shumka urilganmi bu? Ya urmam. Urilgan. Shumkasi varianti. Aha. Arkasi alikofon. Mana. Alikofon qo'yilgan. Ichlari yana stiklovat qo'yilgan. Stiklovat qo'yilgan. Обязательно. Mana. Ishlar ham ko'rinib turibdi. Dugalar qo'yilgan. Nijoga bosmak uspit etmadik. Aha. Nijoga aldiroq bosib turibdi. O'zini nikellar ham bo'ladi axir, bunda. Oltini nikel variantlarini o'shalar ham qo'yiladi. Xohlasangiz oltin svet, xohlasangiz nikel svet. Bularni tayyor bo'lgan kataloglari sizlarga tashab beriladi xudo xolasa. Bularni ham ko'rib o'zlaringizga yoqqan dizaynni zakaz etishlaringiz mumkin. Og'a endi bularni necha so'mdan uzatib berasiz kvadratini? Bularniki 950 edi, siz nabunachingizda 900 uzatib beramiz. 900 ming so'mdan yana shu durushi o'rtoqlar. Bunga Gravatex sapilmagan axir. Sapilmagan variant. Sapilmagan varianti. Bilgan variantdan bu takiz varianti. Senta kraska sapilganmi? Senta kraska sapilgan. Senta kraska. Endi kraskasidan farq etadi o'rtoqlar. Doyvon nisbatan Senta sifat ham yaxshi, pulom qimmat bo'ladi, to'g'rimi? Mana. Bularning kvadrati 900 ming so'mdan, agarda bir eshik emas, darvoza eshiklari bilan birga zakaz etsalar, yana kelishiladi, to'g'rimi? Ustunda savdosi bo'ladi. Banda endi yarmarkapi eshikimiz. Buni ham kvadrati shuningdek axir. Buni ham kvadrati shuningdek. Mana. Endi bizda hozir mokriy asfalt sveti, buni xohlasangiz qizil rangi bo'lishi mumkin, yo boshqacha oq rang desangiz, oq ranglarda zot taxlab beradilar xudo xolasa. Endi dastalar ham qo'yilgan ekan. Bular ham nikel yopishtiriladi axir. Nikel qo'yilgan variantlar ham bor, ularni ham ko'rsatib beramiz. Buni ham ikkisi ham kvadrati bir xil narxda, to'g'rimi? Xudo xolasa. Endi darvozaga zikkarli, darvozaning sifatini qarang. Darvozamiz ko'chada 7 inli bo'lib turadi bu xudo xolasa. 250 260 bu. 250 ga 260. Endi buni nikellar ham yopishtirilgan. Beyna birini,
Ya bu ruchkalarini ham qo'yilgan bellanaam uchun. Oynali bo'lib turadi. Xolasa buni oltin svet variantidan bor. Oltin svet bo'lib tursin desangiz, oltin svet variantidan bo'ladi. Endi ularni boshqacha ranglar ham ketaveradi, to'g'rimi? Ketadi. Bular tegishvillermi? Tegishviller, aytsak, Tegishviller. 8'e 4'lük şiviller. Profiller ham 8'e 4, qalini 1.7 2.1. 1.7 2.1. Endi bunga Gravatex sepilgan axir, to'g'rimi? Gravatex sepilgan. Budur bolt tutdi, tenidan bir qator Gravatex. Shunda bunda 3 sloy kraska bor bunda. To'g'rimi? 3 sloy kraska bor. Gravatex bor, Guntopka bor, lak bor, kraska bor. Kraska bor, ila. Sifatlarini ko'rdingiz. Buni ochib ko'rsatib bo'ladimi hozir? Bo'ladi yana. Arkasi alikafon. Arkasi alikafon. Agar buni yenadam arzonroq etib ber desa, alikafonni olib, agar laminat yopishtirilsa, yana arzonroq bo'ladi, to'g'rimi? Laminat yopishtirsak, yana arzonroq bo'ladi. Yo'l qarasa laminat yopishtiramiz. Alikafon yopishtirilgan. Qo'lda ochib qo'yadi. Emas sifatlari. Bularda shumka bormi? Yo'q, bunda shumka yo'q. Shumkali variantlarini ichib bo'ladi. Shumkali variant keyingi darvozamizda bor. Xudo xolasa. Endi qarang, Gravatex sepilgani necha so'm bo'ladi? Sepilgani ham shu 900 dan. 900 dan. Gravatexni bonus sotib qo'yibmiz. Bonus, ha? Avvalgi safar qimmat edi, Gravatex sepilgani. Bu safarini Gravatex sepilgani ham, ya'ni kamida 20 yil turadi axir bu, xudo xolasa. Turadi, xudo xolasa. 20 yil. Undan ziyod ham turadi, kami bilan aytilib turibdi. Kraskani eng sifatli sepilgan, Senta kraska, Davya kraskada sifatli bo'ladi, ham qimmat bo'ladi. Shundan sepilgan Gravatex ham bor. Endi bu Gravatex ko'pchilik buningdek silliq bo'lib tursin, yaldirab takiz bo'lib tursin deydi. Bu sal shundan budur-budurroq bo'lib turadi. Mana Gravatex sepilgan varianti. Buni ham har xil ranglari bor. Grubet sepilmagan, normalniy sepilgan. Mana. Dumon emas, dumon yerimas. Sifatini qaranglar, ko'chada bir bo'lib turadi darvozalarimiz, xudo xolasa. Har xil rangda, har xil fasonda ishlab beriladi bu endi. Keyingisi, xudo xolasa. Keyingi variantimiz shuncha. Buni balandroq darvoza ekan. Mana bu 280 250. 280 250. Baland 280, eni 200. Sifatlarına qaranglar, yaldirab turibdi, falan. Yana bunda shumka bor. Ha, bunda shumka bormi? Yana bor, shumka bosgan. Yana shumka qog'oz ishang. Shumka qog'oz. Ichina polni urilgan, hamma. Hamma urilgan. Achchasi ochib ham beramiz, buni garantini. Halayini tutdi. Garbek molades. Shumka urilgan variantlarini necha so'mdan ko'ramiz? Shumka variantlari 950 dan. 950 ming so'mdan. 950 ko'pmiz. Bu endi 50 ming so'm kvadratini minadi. O'shin desa, undan usta haqqini, mehnat haqqi emas, shumkani pulini tutdi o'rtoqlar. O'shin bu ob'yemi oz, shumka qog'oz yetmaydi. Bir sloy shumkasi ham urilgan. Buni ochib ko'rsating hali. Yana arkasi alikafon. Arkasi alikafon yana. Gap yo'q. Sizlar ham uylaringizda shunday darvozalarni niyat etgan bo'lsangiz, bemalol ustamizga murojaat qilaverasizlar, xudo xolasa. Zamonaviy, garantiyali eshiklarni xudo xolasa sizlarga ishoninglatib, chiroylatib tayyorlab beriladi. Bu darvozamiz boshqacha dizaynda ekan buni. Bunga mal nikel yopishtiriladi o'xshaydi. Yo'q, shunga shu turish, shuningdek fasonda zakaz qilingan. Balandlari boshqacha ana rishotkalari. Balandi 3 metr. Eni nereye ketadi endi bu darvozalar? Bu yangi bozorniki. Yangi bozorniki. 50 qalaniki. Ana u Shamoxlimniki. Shamoxlimniki. Xullas eng zo'rlari, qaranglar o'rtoqlar, yaldirab turishgan qaranglar tifaram. Hammaga shuningdek ishlarimiz o'ttirish nasib etsin. Bularni ochib ko'rsating, ochib bo'ladimi yo balandroq bo'lish? Bani. Bular ham alikofonlar qo'yilgan. Buniki oq bo'ldi alikofon. Ha, oq rangini zakazatdilar. Ichani oq bo'lsin dedi. Buniki lisi 1.6 bo'ldi uni. 1.6lik. Lislar bormi? Buni puli shunda qimmatroq olam endi. Qimmatroq. Necha so'mdan buni kvadrat? Buniki 1.700 edi. 1.5 dan qo'yib beramiz. 1.5 dan qo'yiladi. Teylari обязательный shivillar. Yo'q, men uyimda masalan og'ir mashina girib chiqmaydi desangiz, profil desangiz, profil ham qo'yib beriladi. Shivillar desangiz, shivillar qo'yib beriladi. Xolosa, yakka eshiklar ham shivillar desa, shivillar bosib berilaveradi axir. Endi qarang, bu yerda yo'q narsani so'rayman sizdan. Agar ikki yon taraf ham inoshuningdan bo'lsa, ichib bo'ladi. Darvozalar qo'yib turadi-ku. Aldam ortami ish bo'lsa, bir xil stampopka bo'lsa. Stampopka bo'lsa, ular 1 million ishlab beraman. 1 million so'mdan, ikki yon taraf ham bir xil bo'lib turadi. Ichon ham, deshan ham bir xil ko'rinishda turadi. Ular kvadrati nikel yopishtirib beramiz. Deshan taraf nikel bo'lsa nikel. Ichon taraf ham. Agar qurib bir yon tarafi shuningdek bo'lib, orqa tarafi obishli bo'lsa-nang. Buning variantlarini ham kuzatib beradingiz-ku. Ha, xalotni bo'lsa. Xalotni bo'lsa. Xalotni bo'lsa 850 800 urib beraman. 800 ming so'mdan xalotni variantlari pul arzonroq tushadi sizlarga. Mana shuningdek bo'lib turadi. Ishning orqasini ichib bo'lsa, shuningdek bo'lib turadi. Ham orqasini
Kraska mı oldu? Neçə kraska vursak sifatli arkasından sonra kraska yükləmiz. Bunu Ya. zaborlara qurqurtdular. Холодный ətimiz ötüb bərdəsənizə. Bu arzar rəqam düşədi. Məsələn, zaborla darvazasına zor getədi, xuda xalasa. Bunları 800 min somdan ətib bərələdi nəsib etsə. Bərkimizin listləri bir yarım oldu. Aha. Şumka. Həmin rızqından bax. Şumkan var. Tamam. Kvadratı 1,5 milyon somdan xuda xalasa. Nikkel qoşulsa, nikkelləri üçün elə 5 polatlı getədi axır Ben bir içindən. yakınlaştırıp görün. Kraskamızdan taze bir tuğuk başladık. Üzünde gül buldum yedim. Yaldırabam burada yanma. Gülen balık. Yine. Bununkindən. Gravatex Bununkindən nisbətən bu sən başqaça yaldırab. Sen başka çarak yaldırayım. Yine. Sizlərə minən şunun darvazalar gərək bulad olmasa, bemalal zakaz etə verəsilər. Dizaynları hər xil dizaynda getə verədir. Ustağa xalasanıza, özləriniz əgər musafir deyirgən yurttaşlarımız bulad olmasa, rəsmin taşab verəsilər, hər xil etib işləb verilədir. Ruşnoy variantlara mı getə verədir axı? Ruşnoy əgər nəsə naxış köp olsun, desənizə, onların kvadratları dindin gəlişlərdən. İndi naveslərə mi getəmiş onda rişotkələ, xuda xalasa, naveslər bələntinə nələyətə olmasanıza, alikafondan yapışdırad olmasa, onları mı getə verədir xuda xalasa? Alavacı yapışdırıb verəmiz. Xalasa dəmir zinə üzətib bərilədir. Xalasa dəmir. Onlara mustanovka qılıb bərilədir xuda xalasa. Ekranda ustamız telefon nömrələri yazılıb tutdu. Bemal əlaqəyə çıxarəsə, etibarları sizə rəhmət. Sağ olunlar, salamat olunlar. Həmən yaşunun deyin. Sifətli, çıraylı işlərini ustanovka etdiriş nəsib etsin.